Diqqat qiling. Bugungi ma'lumot juda muhim. Men hozir sizga eng bemillionga yaqin to'lov oluvchilar, ya'ni pensiya, nafaqa, moddiy yordam, bola puli, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni olayotgan fuqarolar uchun xavf nimada ekanini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu masala faqat pul olayotgan odamning o'ziga emas, uning oilasiga, farzandlariga, ota-onasiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinlaringiz yoki mahallangizdagi tanlashlaringiz davlatdan har oy to'lov olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rish kerak. Chunki ko'pchilik aynan bitta oddiy xato sababli to'lovdan vaqtincha mahrum bo'lib qolishi, qarzdorlikka tushishi yoki hujjatlarni qayta topshirishga majbur bo'lishi mumkin. Men masalani vahima uchun emas, amaliy foyda uchun tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin ko'plab ijtimoiy to'lovlar hujjat topshirilgandan keyin mahalla, tuman bo'limi, pensiya jamg'armasi, bank va boshqa idoralar orqali alohida tekshirilardi. Odam ariza berardi, pasport yoki ID karta nusxasini olib borardi. Oilaviy holatini ko'rsatardi. Daromad haqida ma'lumot so'ralardi. Ba'zi joylarda ma'lumot qo'lda tekshirilardi. Ayrim holatlarda esa odamning o'zi bir idoradan ikkinchisiga yugurishga majbur bo'lardi. Endi esa vaziyat o'zgargan. Davlat to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni odamning daromadi, ish joyi, nafaqasi, pensiyasi, mol mulki, avtomobili, bank kartasi, doimiy yashash manzili, oila tarkibi, hatto ayrim holatlarda chet elga chiqib ketgani yoki qaytib kelgani haqidagi ma'lumotlar turli bazalar orqali tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz avval hujjat topshirib to'lov olib yurgan bo'lsangiz ham, endi bazadagi ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovingiz to'xtashi, qayta tekshiruvga tushishi yoki sizdan izoh talab qilinishi mumkin. Eng katta xavf shunda, ko'p odamlar o'z ma'lumotlaridagi xatoni bilmaydi. Masalan, odam haqiqatda ishsiz, lekin eski ish joyidan chiqish buyrug'i bazaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki oila tarkibida allaqachon alohida yashayotgan farzand hali ham bir ro'yxatda ko'rinib turadi. Yoki plastik karta muddati tugagan. Lekin odam nega pul tushmayapti deb kutib yuradi. Yoki bola puli oluvchi onaning oilasida kimdir rasmiy ishga kirgan, ammo bu oila daromadi mezoniga ta'sir qilishi mumkinligini hech kim tushuntirmagan. Men bu yerda asosiy narsani aytmoqchiman. Xavf degani hamma to'lovdan ayriladi degani emas. Xavf degani shuki, 20 million atrofidagi to'lov oluvchilar ichida ma'lumotlar yangilanmagan, hujjatda xato bor, daromadi o'zgargan, bank kartasi ishlamayotgan yoki qonuniy talabni vaqtida bajarmagan odamlar muammoga duch kelishi mumkin. Demak, har bir odam o'z holatini oldindan tekshirishi kerak. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerak? Men buni aniq guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh bola puli va moddiy yordam olayotgan oilalar. Bunday to'lovlarda odatda oilaning umumiy daromadi, oila tarkibi, farzandlar soni, yashash manzili va boshqa mezonlar hisobga olinadi. Masalan, oilada ona, ota va 3 farzand bor. Ona bola puli olyapti. Ota avval norasmiy ishlagan, keyin rasmiy ishga kirgan va oyligi 3 million so'm bo'lgan. Bu holatda oilaning umumiy daromadi qayta hisoblanishi mumkin. Agar mezondan oshib ketsa, bola puli keyingi davr uchun tasdiqlanmasligi ehtimoli bor. Bu noqonuniy degani emas, bu tizimning qoidasidir. Lekin odam buni bilmasa, kecha bor edi, bugun nega to'xtadi deb hayron qoladi. Ikkinchi misol, ayol 2 nafar farzand uchun bola puli oladi. Katta farzandi 15 yoshga to'lgan yoki o'qishni tugatgan. Ba'zida uning maqomi o'zgarsa, oilaga beriladigan yordam miqdori yoki huquqi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shu sababli farzandning o'qishi davom etayotgan bo'lsa, kerakli ma'lumotnoma vaqtida kiritilganini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh pensiya oluvchilar. Pensiya odatda barqaror to'lov hisoblanadi, lekin bu yerda ham bir nechta xavf bor. Masalan, plastik karta muddati tugagan bo'lsa, bank orqali pul tushish kechikadi. Odam esa pensiya jamg'armasida muammo bor deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'lishi mumkin. Yana bir holat, pensioner boshqa hududga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxatdagi manzilini yangilamagan. Natijada xabarlar eski manzilga ketadi. Tekshiruv paytida odam topilmaydi. Ba'zi jarayonlar cho'ziladi. Uchinchi guruh, nogironlik nafaqasi yoki parvarish puli olayotganlar. Bu to'lovlarda tibbiy xulosa, nogironlik muddati, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori juda muhim. Agar nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa, uni uzaytirish sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan, bir odamga nogironlik 1 yilga belgilangan. U har oy nafaqa olib yurgan.
muddati tugaganidan keyin qayta komissiyadan o'tmasa, to'lov avtomatik ravishda to'xtashi mumkin. Keyin odam men hali ham kasalman, nega pul bermayapti deydi. Muammo kasallik yo'qligida emas, hujjat muddati tugaganda bo'ladi. 4-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda o'qiyotgan farzandlar bo'yicha alohida e'tibor kerak. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, to'lov davom etishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin o'qish shakli o'zgarsa, talaba akademik ta'tilga chiqsa, o'qishdan chetlatilsa yoki ma'lumot bazaga vaqtida tushmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'quv yurtidan ma'lumotlar to'g'ri ketayotganini tekshirish juda muhim. 5-guruh nomiga mol-mulk yoki avtomobil rasmiylashtirilgan odamlar. Ko'pchilik bitta nozik narsani unutadi. Mashina meniki emas. Faqat nomda degan gap huquqiy jihatdan ko'p holatda yordam bermaydi. Agar avtomobil yoki qimmat mol-mulk sizning nomingizda bo'lsa, tizim buni sizning mulkingiz sifatida ko'radi. Masalan, aka-uka kelishib avtomobilni singlisining nomiga rasmiylashtirgan. Singlisi esa kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lishi mumkin. Elektron tekshiruvda uning nomida avtomobil chiqsa, yordam masalasi qayta ko'riladi. Shuning uchun faqat nomda turibdi degan holat juda xavfli. 6-guruh bank kartasi yoki hisob raqamida muammo bor odamlar. Pul tushmasligining sababi har doim ham to'lov bekor qilingani bo'lmaydi. Karta bloklangan, muddati tugagan, bankdagi shaxsiy ma'lumot eski pasport bilan qolgan, telefon raqam almashtirilgan, SMS xabarnoma ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 3 oy pulim to'xtadi deb yuradi. Keyin bankka borsa, karta allaqachon amal qilish muddatini tugatgan bo'ladi. Bu juda oddiy masala, lekin vaqtida tekshirilmasa, oilaning xarajatiga jiddiy ta'sir qiladi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz yangilangan bo'lsa, daromadingiz qonuniy ko'rsatilgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, tibbiy yoki o'quv hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin menda hammasi joyida deb tekshirmasdan yurish ham to'g'ri emas. Men har doim shunday maslahat beraman. Ijtimoiy to'lov olayotgan har bir oila kamida 3 oyda bir marta asosiy ma'lumotlarni tekshirtirib qo'ysin. Bu ko'p vaqt olmaydi, lekin katta muammoning oldini oladi. Birinchi nozik jihat, daromad faqat oylik maosh emas. Ayrim holatlarda pensiya, stipendiya, aliment, ijara daromadi tadbirkorlikdan tushum. Dehqonchilik yoki boshqa rasmiy manbalar ham hisobga olinishi mumkin. Odam men ishlamayman deydi. Lekin oilada boshqa daromad manbasi bor bo'lishi mumkin. Masalan, turmush o'rtog'i yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin faoliyat yuritmayapti. Ba'zi tizimlarda ro'yxatning o'zi ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun faoliyat yuritilmayotgan bo'lsa, soliq organidagi holatni aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Vaqtinchalik ish ham daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Masalan, odam bir oyga shartnoma asosida ishga kiradi. 2 million so'm oladi va keyin chiqadi. Lekin tizimda bu ma'lumot daromad sifatida qoladi. Keyingi hisob kitobda aynan shu davr inobatga olinishi mumkin. Bu odamni jazolash emas, lekin ijtimoiy yordam mezonlari hisob kitob bilan ishlaydi. 3-nozik jihat, oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Masalan, kelin-kuyov alohida yashaydi, lekin doimiy ro'yxat ota-onaning uyida yoki farzand boshqa shaharda ishlaydi, lekin ro'yxatda ota-onasi bilan turibdi. Bunday holatda oilaning daromadi va tarkibi hisoblanganda chalkashlik bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha u biz bilan yashamaydi deydi, lekin hujjatda boshqacha ko'rinadi. Tizim og'zaki gapga emas, rasmiy ma'lumotga qaraydi. 4-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu eng og'ir masalalardan biri. Agar odam ma'lum shartlar o'zgarganini yashirgan bo'lsa yoki vaqtida xabar bermagan bo'lsa, keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Masalan, bola puli olayotgan oila daromad oshgan, lekin arizada eski ma'lumot qolgan. Bir necha oy davomida pul tushgan. Keyin qayta tekshiruvda oila mezonga to'g'ri kelmagani aniqlansa, ortiqcha to'langan summa bo'yicha talab qo'yilishi ehtimoli bor. Bu holat har bir vaziyatda alohida ko'riladi. Lekin men odamlarga doim shuni aytaman. Ma'lumot o'zgarsa, kutmang, xabar bering. 5-nozik jihat, hujjat topshirishning o'zi to'lov kafolati emas. Ariza qabul qilindi degani pul albatta chiqadi degani emas. Ariza tekshiriladi, bazalar solishtiriladi, mezonlar ko'riladi. Ayrim odamlar ariza bergandan keyin endi pul tushishi kerak deb kutadi. Agar rad javobi chiqqan bo'lsa, sababini bilish kerak.
Sababini bilmasdan qayta ariza topshirish vaqtini yo'qotadi. Masalan, rad javobi oilaviy daromad yuqori bo'lsa, siz yana o'sha ma'lumot bilan ariza topshirsangiz, natija o'zgarmaydi. Avval sababni tushunish, keyin xato bo'lsa tuzatish kerak. 6-chi nozik jihat telefon raqam va xabarnomalar. Ko'plab idoralar endi SMS yoki elektron xabar orqali ma'lumot yuboradi. Agar sizning eski raqamingiz bazada qolgan bo'lsa, muhim xabarni olmaysiz. Masalan, sizdan qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lishi mumkin. Lekin xabar boshqa raqamga ketgan. Muddat o'tadi, ariza rad bo'ladi. Shuning uchun telefon raqamni yangilash juda oddiy, lekin juda muhim ish. 7-chi nozik jihat chet elga chiqib ketgan fuqarolar. Agar nafaqa yoki yordam oluvchi uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha qo'yda boshqacha ishlashi mumkin. Ayniqsa, parvarish, yashash manzili, doimiy ehtiyoj bilan bog'liq to'lovlarda odamning haqiqatda qayerda yashayotgani muhim bo'ladi. Men bu yerda aniq bir umumiy hukm bermayman, chunki to'lov turi farq qiladi. Lekin chet elga ketish yoki uzoq muddat qaytmaslik holati bo'lsa, oldindan tegishli idoradan maslahat olish kerak. 8-chi nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi odamlarning bank kartasi, sud qarori, aliment qarzi, kredit qarzi yoki boshqa ijro hujjati sababli cheklangan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlarning ayrim turlari bo'yicha ushlab qolish cheklovlari bo'lishi mumkin. Lekin amalda bank kartasi bloklangan bo'lsa, odam puldan foydalanishda qiynaladi. Shuning uchun pul tushmayotgan bo'lsa, faqat bitta idorani ayblamasdan, bankdan ham, ijro organlaridan ham holatni aniqlash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lovni olayotganingizni aniq biling. Davlatdan pul olyapman degan umumiy gap yetarli emas. Bu pensiyami, nogironlik nafaqasimi, bola pulimi, moddiy yordammi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Parvarish pulimi yoki boshqa to'lovmi? Har birining qoidasi alohida. Shuning uchun avval to'lov nomini, miqdorini, qaysi idora orqali tayinlanganini va qaysi muddatga belgilanganini yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda ID karta yoki pasport, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, talaba bo'lsa o'qish joyidan ma'lumot. Bank karta rekvizitlari tayyor bo'lishi kerak. Men tavsiya qilaman, bu hujjatlarning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Elektron shaklida telefoningizda ham saqlab qo'ysangiz, kerakli paytda oson topasiz. 3-chi qadam, yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar siz boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxat masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa oila tarkibi va daromad hisoblanadigan to'lovlarda bu juda muhim. Mahallaga yoki migratsiya va ro'yxatga olish bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshiring. 4-chi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, telefon raqam bog'langanmi? Hisob raqam faolmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Shularni ko'ring. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Agar karta bloklangan bo'lsa, sababini yozma yoki rasmiy tushuntirish bilan bilib oling. Pul tushmasligi faqat ijtimoiy idora muammosi bo'lmasligi mumkin. 5-chi qadam, daromad o'zgarishini yashirmang. Oilada kimdir ishga kirgan bo'lsa, tadbirkorlik ochgan bo'lsa, avtomobil olgan bo'lsa, uy yoki boshqa mulk rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu holat to'lovga ta'sir qiladimi? Yo'qmi, aniqlang. Eng to'g'ri yo'l mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmatga murojaat qilib, oilamizda shunday o'zgarish bo'ldi. Bu to'lovga ta'sir qiladimi deb so'rash. Og'zaki javob bilan cheklanmasdan, imkon bo'lsa, ariza yoki murojaat raqamini olib qo'ying. 6-chi qadam, rad javobi bo'lsa, sababini talab qiling. Agar arizangiz rad etilgan bo'lsa, shunchaki chiqmadi deb yuravermang. Nima sababdan rad etilgan? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Mol-mulk mezoni sababmi? Ma'lumot bazada xato chiqdimi? Sababni bilsangiz, keyingi harakatingiz aniq bo'ladi. Agar xato bo'lsa, uni tuzatasiz. Agar haqiqatan mezonga to'g'ri kelmasa, keraksiz ovora bo'lmaysiz. 7-chi qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Murojaatda qisqa va aniq yozing. Men falon to'lov bo'yicha murojaat qilmoqdaman. To'lovim falon sondan beri tushmayapti. Sababini tushuntirib berishingizni va ma'lumotlarimni tekshirishingizni so'rayman. Keyin FIH, JSHIR telefon raqam, manzil va bank karta yoki hisob raqam haqida kerakli ma'lumotni yozasiz. Hujjat nusxalarini ilova qilasiz. Murojaatni Davlat xizmatlari markazi, tegishli idora, elektron portal yoki mahalla orqali yuborish mumkin. 8-qadam,
Muddatlarni kuzating. Nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, ariza qayta topshirish sanasi, bank karta muddati, bolalarning yoshi, pensiya hujjatlari, bularning hammasini kalendarga yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Masalan, karta muddati iyul oyida tugasa, iyulni kutmang. May oyidayoq bankka boring. Nogironlik xulosasi avgustda tugasa, avgust oxirini kutmasdan oldindan komissiya masalasini boshlang. 9-qadam vositachilarga pul bermang. Men sizga to'lov chiqarib beraman. Bazani to'g'rilab beraman. Navbatsiz hal qilaman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy to'lovlar rasmiy mezon va hujjatlar asosida tayinlanadi. Agar kimdir pul evaziga va'da berayotgan bo'lsa, sizni aldashi yoki keyin muammoga qo'yishi mumkin. Rasmiy yo'l sekinroq bo'lishi mumkin, lekin xavfsizroq. Ariza raqami, qabul qilingan sana, idora nomi, mas'ul xodimning javobi kabi dalillarni saqlang. 10-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar, nogironligi bor odamlar, yolg'iz onalar yoki qishloq joydagi oilalar elektron tizimni yaxshi tushunmasligi mumkin. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, onangiz, otangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizning kartasi muddati, hujjati, telefon raqami, oila tarkibi to'g'ri ekanini tekshirishga yordam bering. Ba'zan birgina telefon qo'ng'irog'i yoki bir dona ma'lumotnoma katta muammoning oldini oladi. Men ekspert sifatida eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. To'lov to'xtaganidan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tekshirish ancha oson. Hozir 1 soat vaqt ajratsangiz, keyin bir oy idora yurishdan qutulasiz. Ayniqsa, oilaning asosiy xarajati shu to'lovga bog'liq bo'lsa, beparvolik qilish mumkin emas. Bugungi masalaning mazmuni shunday. Har 20 millionga yaqin to'lov oluvchilar ichida hujjati, bank kartasi, daromadi, oila tarkibi yoki elektron bazadagi ma'lumotida muammo bor odamlar xavf ostida bo'lishi mumkin. Bu hamma puldan ayriladi degani emas. Lekin har bir odam o'z holatini tekshirishi shart. Kimdir karta muddati sabab qiynaladi. Kimdir oila tarkibidagi xato sabab, kimdir daromad o'zgarishini vaqtida bildirmagani sabab, kimdir tibbiy xulosa yoki o'qish ma'lumotnomasi muddati o'tib ketgani sabab muammoga duch keladi. Mening yakuniy maslahatim: bugun hujjatlaringizni ko'ring, bank kartangizni tekshiring, mahalla yoki tegishli idoradan ma'lumot oling. O'zgarish bo'lsa yashirmang, rad javobi bo'lsa sababini so'rang. Shunda siz to'lovingizni himoya qilasiz va ortiqcha tashvishdan qutulasiz. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pul kechikkanmi, to'xtaganmi yoki hujjatdagi xato sabab muammo chiqqanmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalar uchun juda muhim.